Bu dachamizda taxminan 300 kvadratdan oshiqdi. To'pli poldan isitiladi. Uni qo'shimchasiga radiatorlar ham kamida bir 10 ta qo'yilgan taxminanda. Endi mana shu radiatorlar qo'yilganda mana bunaqa nasoslarni temirli joylari bor, cho'yanli joylari. O'shalar hammasidan musorlar chiqadi sistema отопленияda. Endi haligi sistema отопленияda chiqqan musorlar bir joyga borib tiqilib, оборудованиyalarni buzmaslik uchun unga deshlamator degan narsa qo'yiladi. Ana o'sha narsalar kerak bo'ladi. Bundan foydalanmasanglar, haligi nasosingiz buziladi, kotellar buziladi, yana boshqa asbob uskunalar ham kotelning оборудованиялari buziladi. Shuning uchun mana shu narsalardan foydalanish kerak. Bundan tashqari bu sistemada o'zi hamma sistemaga kerak bo'lgan narsa separator degan narsa bor-da. U nima ish qilib beradi? Bu o'sha sistema aylanib ishlayotganda mayda mikropuzirlar paydo bo'ladi. Ana o'shalarni yig'ib oladi separator. Оборудованиеda haligi sistema отопленияda воздушный пробка bo'lishini oldini oladi. Sistema yaxshi, yengil ishlagandan keyin umri ham uzoq bo'ladi, nasoslarni, kotellarni. Mana shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Mana shunaqa videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.